Aziz yurtdoshlar, tarix yaratilmoqda. Bilimga chanqoq abituriyentlar, kelajagingizni biologiya ilmi bilan bog'lashni istaysizmi? Biologiya bakalavriat ta'lim yo'nalishi, aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi, magistratura mutaxassisligi davlat akkreditatsiyasidan muvaffaqiyatli o'tdi. Bu esa endilikda fakultetimizda biologiya ta'limining uzluksiz tizimi shakllanganligini anglatadi. Menda siz uchun ajoyib yangilik bor. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining biotexnologiya va ekologiya fakultetida yana bir tarixiy yutuq qo'lga kiritildi. Birinchi qadamdan tadqiqotlargacha, talabalikdan mutaxassislikkacha, orzulardan tortib muvaffaqiyatlar chegarasigacha bo'lgan barcha jarayonlar aynan shu maskanda boshlanadi. Yuqori malakali professor o'qituvchilar, zamonaviy laboratoriyalar, innovatsion tadqiqotlar, boy ilmiy baza, qolaversa xalqaro hamkorlik imkoniyatlari. Bularning barchasi aynan sizning bilim va salohiyatingizni rivojlantirish uchungina xizmat qiladi. Biotexnologiya va ekologiya fakultetining biologiya ta'lim yo'nalishini tanlabsiz, biolog tadqiqotchi, biologiya fan o'qituvchisi sifatida yuksalish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Ha aytgancha, bu dargohda tahsil olsangiz, nafaqat diplomni, balki kelajak kasbini ham qo'lga kiritgan hisoblanasiz. Shunday ekan, qadrli yoshlar, bunday imkoniyatni aslo qo'ldan boy bermang. Biotexnologiya va ekologiya fakulteti sizni kutmoqda. Quyidagi raqamlarga murojaat qiling.